11-iyun Urganch Dekkan bozor dollar kursi bilan Infinbankni sizlarga aytib o'tamiz. Hammaga assalomu alaykum deb. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib ko'raveringlar. Bizdan sizlarga informatsiya. Aha. Kivish shortlar 205 adet var. 203'e çıktı $100 şundan. Rubu 150. Ulas bazara var, bazada yıkalatdan ürgenemiz. Şunlardan sonra çeyri hafta sonunda videosunu koyup vereme. Kime çeyri maşınlar gerek olsa variantları. Bak, faydalan kalınla, maşınlan bakasan marzallara. Şimdi görünler ekran telefon numaraları çıkada. Her ayına 2.100.000'den Arizo 6 Pro maşinimiz sizlere. Kojinli salon, cruise control, multimedyası, monitörü, avtomat korobka, elektronli tormozi, EcoSport rejimi. Bu avtomobilimiz 1.5 turbo motor, 147 at kuchi. O'zini tan narxi 214.900.000 so'm edi mana. Ava. Naqd olaman degan mijozlarimiz uchun 174.900.000 so'm, 40 million so'm maxsus foyda bilan xarid etib kelsalar bo'ladi. 40 milliongacha maxsus foydasi bor. Bu degani 304.900.000 so'm olib kelsalar ham bo'ladi. 304 milyon. Plus ichida propan ham qo'yib beriladi. Oho. 7 o'rindiqli bo'ladi o'zi. Tigo 8'larimiz, bularning benzin, gibrid variantlari hammasi sotuvda mavjud. Gibrid ham bor, ha? Gibrid ham bor. 7 o'rindiq. 7 o'rindiqli bo'ladi. Yani bir o'rindiqni biz yotib qo'yamiz, bu yerda pokaz uchun. Buni naqd asola 30 milliongacha maxsus foydada, bo'lmasa o'z tan narxidan 5 yilgacha foizsiz bo'lib bersalar bo'ladi. Mashinamizda 7 yil 200.000 km rasmiy kafolat beriladi. 7 yil? Elektromotori, batareyasini esa 8 yil 160.000 km rasmiy garantiya beriladi. Oldindan 30% uni to'lasalar, qolgan 18 oy muddati. 40% bilan 24 oy muddati. 50% bilan 36 oy muddati. 60% bilan esa qolganini 5 yil muddatigacha bo'lib bersalar bo'ladi. Hech qanday foizlar bo'lmaydi. Ulgurib qolishlaringizni so'raymiz. Rastrojka muddatlarimiz qisqarish arafasida turibdi. Shuning uchun niyat qilganlar bo'lsa, hozir ayni vaqtda. Uspet etinglar. Bazara geladigan bo'lsak, bazar $100'ını 1.200.000'dan sonra bitti. Gördüğünüzler farkını, bank bilan bazarını. Rubelni şu 160'dan tutup 163 oturttu, lekin 63'ten tapışlar sel kerak bo'ladi. 160 albertlar lekin. Ama Giant tapış kerak 63'ten beradan yerine. Keyin rubelni aytdik. Mana tenge 24.000 so'm. 1000 tengemiz, 100 euromuz, 1.300.000-350 etrafı. Türk bulamşı 1000 lira 200'den tutup 250 mingdan bo'lib turibdi. Bugungi yangiliklarimiz shuning. Sog' bo'linglar, biz izlashni davom qiling.